Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, kanalimiz obunachilari. Bugungi videorolikimizda Nexia Sonos avtomashinasi sotiladi, gibrid. Mashinangizda sifatli xizmatlar kerakmi? Unda bizlarga bemalol murojaat etishingiz mumkin. Bizlarning servisimizda metan o'rnatish, propan o'rnatish, programma, diagnostika, 4-avlod gaz sozlash, avtoelektrik xizmatlarimiz bor. Tilimizni tushuntirib o'tadigan bo'lsak, vodnikda suvchilar shaharchasi deb aytiladi. Do'rimizda Xetbata to'yxonasi, banimizda Feruza kafesi. Berimizda yana 4 nafta o'tib ketadi. Bemalol murojaat etishingiz mumkin. 2013-yilda ishlab chiqarilgan. Mashinani ko'rib turishingiz mumkin. Mashina zo'r holati, ideal holatda. Balonlar ham toza, yumshoq balonlar qo'yilgan, top-toza balonlar. Mashina nozina tashqi ko'rinishi, balonlari toza. Ko'rib turishingiz mumkin. Hozir yana ichki tarafini ham ko'rsataman. İçki tarafı 147.213 km yurtda ekan. İçki tarafı sidinyaları ham toza. Ko'rib turishlaringiz mumkin. Patologlar ham. Ko'riklar ham bor. Yine apshikalari ko'rinishi. Arka sidinyaları. Bagaj gelmeyeceklerden götürdüler. Metanın yılları taze. Ya, gör- İkinci yılda metan koyuldu. Başına 4 balon taze. Yürümeden koyuldu. Başına ko'rib turishlaringiz mumkin. Germetikda zavodga germetikini turibdi. İşleri yağlanıp İşleri yağlanib, mavlanib turibdi. O'zi Kendisi yok. Kamisi yo'q, ana ko'rib turishlaringiz mumkin. Metani yana. İşte zenglerini işletti. Taze Zengler- kolonel yürümedi. Zengleri ishlangan, aytdim balonlar 4 ham toza, yana ko'rib Taze, metan taze. turishlaringiz. Metan ham tozami bunda? Metanam 22. Akkumulyator ham toza ekan. Hozir eldina bir ko'rsatib bersak. Yana metan ham bor. Ko'rib turishlaringiz mumkin. Eldina ham zo'r yana. Akkumulyator ham toza. 2013-yilda ishlab chiqarilgan mashina. Nexia Sonos gibrid. Kim uchun mazali mashina kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqa chiqishingiz mumkin. Egasining nomerini ko'p qo'yaman. Kelishtirib beriladi. Bahasi 60 million so'm. 60 milliondan kelishtirib beriladi. Bemalol telefon qilishingiz mumkin.